Yana o'xshashlam videoning oqi uzilib ketdi. Bu detal pulliq bo'lganlik uchun 9 minutdan ortiq ishlatsang setib ol deb buyruq beriverdi. Biz poch-poch qilib turaylik hozircha. Unda esa Python davomini davomlashtiraylik. Fizik. Bu olimni fizik olimni fizik deymiz, lekin biz fizik kitob degani fizik deb turdik. Unda esa fizik pesh deb bo'lgandan keyin ximiya. Ximiya deb bo'lgandan keyin yopdik. Yopgandan keyin biz mana bosgandan keyin bular o'rlashtirildi. Biz kitoblar deb kitoblar enter degandan keyin bular chiqdi. Chiqdi-ku. Unda esa biz masalan kitoblar deb yana nima deyli? Deb boqayli. Java Python deb boqayli. Masalan bu yerga Java so'z tirnoqchi oldik shunga. Java deb bo'lgandan keyin pesh dedik. Deb bo'lgandan keyin buni bosdik. Buni biz bo'lgandan keyin Python buni bosdik. Bosdik. Endi bu yerga enter degandan keyin kitoblar deylik. Kitoblar degandan keyin bizga qarasanglar bu yerda miyadimi kitoblar degan tugmalarni ko'rsatgan. Lekin miyadimi kitoblar degan tugmalarni ko'rsatgan. Nima tugmalarni ko'rsatdi deganda o'ziga eng yaqin bo'lgan, eng oxirda qilganimizni ko'rsatdi. Shunga ma'ni ko'rsatdi. Kitoblar deb kelishib kitoblar lekin. Sababi shu. Endi buni ko'rsatib bo'lgandan keyin biz bunga extend orqali Java Pythonga tarixni qo'shib boqaylik. Extend degan buni qo'shish degan gap. Pythonda yo'q-ku. Unda esa kitoblar deb bo'lgandan keyin nuqta deymiz. Extend deb bo'lgandan keyin bu yerga tirnoq ochdik. Ochgandan keyin biz nimani qo'shmoqchi? Tarix. Dasa cho'ng tirnoq ochdik. Ichib bo'lgandan keyin bu yerga buni kirgizdik. Qo'sh tirnoqning ichiga tarix deb yozdik. Yeşil bo'yaldi. Demak, mashg'ulotimiz to'g'ri ketyotdi deganni ifodalab berdi. Unda esa enter kitoblar shunaqa qo'shdimi, qo'shmadimi? Ko'raylik, buyruq berdik. Java Pythonga tarixni qo'shib berdi. Demak, qo'shildi. Endi biz qo'shni ko'rdik. Endi biz xalqqa yerga qo'shish uchun masalan, manchinchi o'ringa yoki ya'ni birinchi o'ringa ximiyani qo'shib boqaylik. Ya'ni manchinchi o'ringa ma'ni qo'sh demoqchi bo'lsak, shunda buyruq bermoqchi bo'lsak, insert ya'ni tirnoq ichida kelgan holatni ishlatamiz. Ya'ni birinchi xil qo'shish usuli extend, ikkinchi xil qo'shish usuli insert. Takrorlatamiz. Dasa ikkinchi xil usuli insertni ishlatib boqaylik. Kitoblar nuqta insert biz birinchi o'ringa qo'sh deb buyruq beraylik. Ximiyani qo'sh. Ism bo'g'ashqa qo'sh tirnoq ichiga oldik. Endi biz buni yopdik. Enter dedik. Nimish xato dedi. Kitoblar insert. Bir. Men bu yerga pesh ishlatdim, chekit ishlatib qo'yibdim. Yaxshi. Unda esa qaytib keladi. Kitoblar nuqta insert tirnoq ochdik, yopdik, ichiga kirdik, bir dedik, pesh dedik. Pesh deb bo'lgandan keyin nima qilamiz degan vaqtida
Kimya. Tekshir etaylik. Qip-qizil chiqsa yomon settirdik. Undasa kitoblar. Insert. Bir kimya. To'g'ri chiqdi. Undasa buni kimyani qo'shdimi, qo'shmadimi? Nega? Birinchi o'rin. Bu yerga 0, 1. Mushkisning orasidan yerga kelish kerak-ku. Javodan keyin Pythonning oldida kimya kelish kerak. Undasa keldimi, kelmadimi desak, kelibdi. Kelibdi. Undasa biz ikkinchi xil qo'shish usulini ko'rib oldik. Ya'ni birinchi o'ringa kimya degan ism so'z qo'shildi. Endi qo'shishning yana bir xil usuli, ya'ni uchinchi xil usul append. Endi append orqali qo'shsak, masalan, kitoblar. Kitoblar desak, bu yerga nuqta append. Append. To'g'rimi? Append. Masalan, bu yerga matematikani qo'shib qo'yaylik. Matematika. Yeşil bo'ylab mangdi demak xatolik yo'q. Shundan biz yana bir tekshirib o'taylik. Kitoblar.append matematika. To'g'ri. Bo'ldi. Undasa biz matematikani qo'sh degan tuq. Shunday. Buni nega qo'shdi degan vaqtida eng oxir qo'shida. Undasa eng oxir qo'shdimi, qo'shmadimi deganda qo'shabdi. Mana. Endi biz buni qo'shib oldik. Endi biz xohlagan bir narsani qo'shib qo'yaylik. Kitoblar nuqta append tırnak degandan keyin bu yerga biz bir harfni qo'shib qo'ydik. Masalan, yeşil chiqdi-ku. Demak, mashg'ulotimiz xato emas. Shundan tekshirib o'taylik. Kitoblar append tırnak. To'g'ri. Undasa enter. Qo'shdimi, qo'shmadimi? Ko'rib baqish uchun dedik, eng oqiga qo'shabdi. Qo'shabdi. Undasa biz yana qo'shib boqaylik. Tan qilinglar, men bilan tan qilib meninglar. Nimada bossam, shuni tan besmanglar. Unda bo'lsa kitoblar dedik. Endi extend deymiz-ku. Extend degandan keyin biz aynim qo'shib boqsaqlar. Ishqilib bir narsa qo'shib boqaylik. Ishqilib bir narsa. Undasa ishqilib bir narsa qo'shish uchun biz e'lon bo'lmasin, yana bir narsa bo'lsin. Masalan, bo'lsin. Yeşil bo'lib mangda. Undasa tekshirib o'taylik. Bosdik. Endi mushaga, mushning oqiga ma'loni qo'shish kerak. Undasa qo'shdimi, qo'shmadimi? Qo'shdi. Mana. Qo'shbadi. Shunday. Qo'shbadi. Endi bularni bilib oldik. Endi nima ish qildi deyapti-da, unda chiqqan keyin bir so'zsan bo'laverdi. Yana bir so'zsan bo'laverdi. Undasa bu yerga biz tiz deylik. Tiz degandan keyin bu yerga tizning oqida tang dedik. Tang degandan keyin biz ALT'lar orqali, ALT geri orqali cho'ng tirnoq ichib oldik. Ochgandan keyin buning ichiga 1 undan keyin 2 dedik. Bunda desak